Qo'qon Charxiyda joylashgan Istiqlol grill hamda kepsilarida yeb ko'ramiz. Tovuqlarini bismillah. Yumshoqligidan og'izga solib tursa bo'ldi ekan. Qalampirni yaxshi ko'raman-da. Sutchi 25% smetanaga botirib yeymiz. Qaymoq o'xshaydi. Mazasi yo'q. Achchiq kimchi. Istiqlol grill. To'y va marosimlar uchun bemalol mana shu nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Joylari ham qulay joyda. Qo'qon Charxiyda Istiqlol stadionining yonida. Kepsilarini qarang. Kepsi va cherry. Dalada ham ish tugamayapti. Koreyskiy kimchi. Rosa achchiq mazza ekan. Kepsini yaxshi ko'raman-da. Dalada ovqat zo'r ketadi. Istiqlol grill siz va oilangiz uchun sog' salomat bo'lasizlar.